To'rtta ichimlik sizni tanangizga o'sha dorilar va har xil vitamin batlardan ko'ra ko'proq ta'sirga ega. Birinchi o'rinda ismaloq bilan kivi. Bu mahsulot xlorofil manbai va undan tashqari vitamin C si bor va inson tanasidagi kollagenni ishlab chiqarishga yordam beradi. Ko'rasiz, bu ichimlikdan keyin yuzingizning terisi ham o'zgaradi. Ikkinchi o'rinda esa bu olma bilan zanjabil, ya'ni imbir. Bu ichimlik sizni oshqozon hazm tizimingiz uchun ta'sir qiladi, chunki imbir aynan hazm jarayoniga va ichaklarni tozalashga ta'sir ko'rsatadi. Olma esa tarkibidagi pektin sizga ozgina shakar mazasini beradi va qarabsizki, oshqozon hazm tizimingiz ham, yuzingizning terisi ham va shirin ichimlik ham. Uchinchisi bu petrushka bilan bodring. Bodring peshob haydovchi xususiyatga ega, ya'ni atyoklar ketadi. Petrushka esa vitamin K manbai. Bu degani ham limfalaringiz ham birdaniga tozalanadi. To'rtinchisi esa qizil lavlagi bilan ananas. Bu ichimlik o't suyuqligini haydab chiqarishga yordam beradi. Ananas tarkibidagi fermentlar esa hazm jarayonini va ichaklarni tozalashga yordam beradi. Bu ichimliklarni ichib nafaqat ozasiz, balkim tanangiz tozalanadi va yuzingizning terisi yaltirab chiroyli bo'ladi. Agar siz ham orcha vazndan qutulib yosh ko'rinishga ega bo'lishni xohlasangiz,